internetda bitta shirakab sujlami tema ketyapti. Erkak kishi birinchi yozmaydi, ayol kishi yozish kerak, bitta kallasi past bo'ladi, chuppami munyanyo va hokazo degan gaplar. O'zimni fikrimni bildirmoqchiman akalar. Ko'pchiliklar kommentariylar o'qidim, to'g'ri gap debsizlar akalar, umuman noto'g'ri gap. Sababi erkak kishi o'zini mujilligini, erkakligini haftalab yozmasdan ayollarga isbotlamaydi. Unaqa qilib yuradigan erkaklar navbat ayollar ko'zida pastga tushadi. Sababi o'ziga ishonmagan, детский pozitsiya, infantilist, ya'ni yosh bolani pozitsiyasidan chiqmagan, fikrlashdan chiqmagan odamni qilig'i bu. Haqiqiy erkakligini isbotlash kerak bo'lsa, bu qanaqa qilib isbotlaydi? Действия bilan, поступок bilan, javobgarlikni o'zini zimmasiga bo'yniga olishi bilan ayol kishini. Shunaqa qilib erkaklar o'zini erkakligini isbotlaydi akalar. Shunaqa erkaklarga ayollar bir narsa degani ham qo'rqadi, bir narsa deb qo'ysa ham normalni ayollar, qayga chizib o'taman. Normalni ayollar o'zlari kechirim so'rab, noto'g'ri qilib qo'ydim deb kelishadi. Arziydi shu narsaga.